Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Biz o'z xonadonimizga qo'yilgan 10 kilovatli quyosh panel stansiyani hozir pul tasdiqlangan. Shuni qanday qilib kartaga o'tkaziladi uchun sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Hozir mana menyudan soliq o'z ilovasiga kiramiz. Keyin shu parolni terib cashback va imtiyozlar degan bo'limiga o'tamiz. Bitta quyoshli xonadon degan dasturi bor, shunga kiramiz. Bitta hozir bizda may oyi uchun 1.461.000 so'm pul tasdiqlangan. Buni pastki qismida kartaga pul o'tkazish degan joyni bosamiz. Bitta bizda karta biriktirilgan, kimdadir biriktirilmagan bo'lsa shuni biriktirib olsa bo'ladi. Keyin shu yerda pul o'tkazish degan joy bo'limi bor. Shuni bosa tasdiqlash chiqadi. Buni tasdiqlasak, mana sizning to'lovingiz muvaffaqiyatli bajarildi deydi. Hozir bu pulimiz kartaga o'tdi. Endi yana ma'lumot sifatida bir narsa aytib o'taman. Bundan chiqib ketib bizda head building ilovasi bor. Har doim shuni yuklab olinglar. Quyosh paneli o'rnatsa, qo'ysa bitta. Hozir men sizlarga yanvar oyida qo'yganman. Yanvar oyidan hozirgi kunga sho'r bo'lgan statistikani ko'rsatib o'taman. Mana hozir statistika bo'limiga o'tamiz. Bundan quyosh panel va oy nimasini belgilab olamiz. Mana yanvar oyida bizda 600 kilovatdan sal oshiqroq chiqargan, xonadonimizni rasxodi 180 bo'lgan. Fevral oyida 700 kilovatga borgan, 100 kilovat rasxod qilganmiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, uyda rasxod tushib boryapti, lekin quyosh panelimiz ko'tarilib boryapti. May oyiniki 1433 kilovat chiqargan. Bularni hammasini ortgan qismini soliq ilovaga tashlagan. Soliq ilovadan ko'rgan bo'lsalar, buni tasdiqlab oldik. Kimga shunaqa savollar bo'lsa, qandaydir tushuncha bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Tushunmagan joylarni tushirib o'tamiz. Quyosh paneli o'rnatish kerak bo'lsa, shu haqida qandaydir tushuncha kerak bo'lsa, bizga pastki nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib qizib beramiz. Barcha turdagi quyosh panellari bor. Jinko paneli, deysizlarmi, deya invertorimi, nima muammo bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ideal elektr jamoasi qo'lidan kelgancha sifatli va arzon qilib o'rnatib berishga va'da qilamiz. Rahmat, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Prosmotr zo'r bo'lyapti, lekin do'stlar obuna bo'lmayapmiz. Obuna bo'lish kerak, like, podpishkada bo'lamiz. Rahmat.